Kecha mashinada kelyapmiz, bir ukamizning mashinasida klienti bilan gaplashyapti, gromkiy svязda bitta gapini 4 martadan qaytaryapti. Sizlar ham o'zingizlar birovga WhatsAppda, Telegramda qo'yingki, messenjda shu jo'natgan gaplaringizni eshitinglar-da, 3 martadan, 2 martadan, 4 martadan qaytarasizlar bitta gapingizlarni. Nimaga shunaqa? Kimga yetmaydi, ungami? Bittada tushunmaydi, o'shuning uchun 4 marta qaytarasizmi? Muammo o'zingizdadir. Yetkiza olmadim degan, tushuntira olmadim degan o'zingizda muammo bor. O'shuning uchun 3 marta. Mana borasizlar va telefon oynasizlar. O'sha ko'p gaplashadigan odamingiz bor, klientingiz. Unga jo'natgan gaplaringizni eshitib ko'ring-da. Juda ko'p kulgili narsani topasizlar. Chunki siz gapirayotganingizda o'zingizni eshitmasdan gapirasiz. Mana eshitib ko'ringlar-da. Bitta gapingizni 2 marta, 3 marta qaytaryapsiz nima uchun? Tushuntira olmadingizda. Ikki og'iz gap bilan tushuntira olmaganligingizga o'zingiz ishonyapsiz. Shuning uchun qaytarasiz. Buni bitta yo'li bor. Gapirayotib turib, bir 15% aqlni men qolib qo'yini eshitib turing o'zingizni. Gapiryapsiz, eshitib ham turibsiz. Gapiramanmi, eshitamanmi? U aqllar unga yetmaydi, hamma aqli unga. Yo gapiradi, yo biz eshita olmaymiz o'zimizni. O'shuning uchun ko'p gapiramiz.